oyo hajji akbar juma ro'ziga Eid ro'zi barobar kelsa, ya'ni Eid Qurbon namozi juma ro'ziga o'qilsa, bizlarning ichlarimizga bir gap borki, hajji akbar shudir deydi. Yo Arafa juma ro'ziga bo'lsa, shanba ro'ziga Eid o'qilsa, inshaalloh umidki Afg'onistonda shu shaklga o'qilmoqchi. Oyo shuma hajji akbar? Qur'oni azim shanga hajjil akbar bir joyga keladi. Va azanun minallohi va rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar. Sura Tavba oyasi. Shu hajji akbar ki Qur'onga bir joyga keladi. Oyo qaysi ro'zda? Bunga mufassirin ikrom ixtilof qiladilar. Janobi Umar Faruq roziyallohu anhu va amsoli bular hajji akbardan murod ro'za Arafani aytadilar. Qur'onga ki hajji akbar kelibdi, murod ro'za Arafadir. Chun Arafaga aytilganki al-hajju arafatun. Shu hajam Arafa ro'ziga bo'ladi. Va ba'zi az mufassirinlar biz aytadilarki, hajj umrani hajj asg'ar deyiladi, ya'ni kichkina haj deyiladi va hajj farzini hajj akbar deydi Qur'on azim shanga. Ya'ni umraga mushaqqati, taklifi kamroq bo'ladi va amalan umraga ko'p kam anjom beriladi va martaba va maqomi manzilati umra bor, hajj farzidan kichkina ham bor. Shu asosdan aytibdilarki, hajj asg'ar umrada va hajj akbar hajj farzidir. Xulosa nazariyot buzurglar nihoyat hajji akbardan murodiki Qur'onga kelibdi, qaysidi? Ko'p baloda. Hajji ifrod buni aytibdilar hajji asg'ar, hajji qironda aytibdilar hajji akbar. Yo juma ro'zini aytibdiki hajji asg'ar kichkina haj va hajji farzini ki anjom beradi hujjojlarimiz, buni aytibdilar hajji akbar. Xulosa dar majmu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haj qilgan eliga, xususan oxirin hajlariga Arafa ro'zi jumaga barobar bo'ldi va shanba ro'zi ham Eid o'qildi, Eid Qurbon. Millat shuni gumon qildiki, hajji akbar mana shu ekanki, Arafa jumaga bo'lsa va shanba ro'ziga ham Eid o'qilsa bu hajji akbar bo'lsa. Bularning birtasini ham asos shar'iy yo'qdi. Hajjil akbar ki Qur'oni azim shanga zikr bo'lgan mufassirlarimizning nazariyasini ham pesh qildik. Bu ma'no emaski Arafa juma ro'ziga bo'lsa, shanba ro'ziga Eid o'qilsa hajji akbar bo'lsa, yo juma ro'ziga ham namoz juma o'qilsa va ham o'sha ro'ziga Eid o'qilsa bu hajji akbar bo'lgan bo'lsa, Qur'oni azim shanga buni asos shar'iy yo'q.